Mayapkaga kim nima olib keldi? Pomidor olib keldim. Men ne olib keldim? Men sifat shirinlarni olib keldim. Yıxdi. Sifat yangi chiqqan shirinliklar-ku. Vashi dahshat bilasizlarmi? O'zing nima olib kelding? Men dasturxon olib keldim. Pas doim dasturxon olib kelasan. Endi qayerda dasturxon bor-ku? Hech qaysini uydagilarga bermaydi-ku. Ko'shab. Marvashlar keldi. Najiya. Butunmish qilib? Ha, butun hammasi. Voy yaram, voy. Voy yaram. Dadam keldi. Bizga nima olib keldingiz? Hech narsa olganim yo'q. Oxir pulga Wi-Fi'ga pul tashladim. Yoshlik sana o'ylamagankan, ertaklarda so'yla